Azizda qaranglar, mana bu Nurafshon ko'chasi, Oqtepa krugiga kelish. Yo'lda belgi turibdi mana, qaranglar. Ko'rsatkich belgisi, axborot ko'rsatkich belgisi. To'g'riga deyapti. Mana Afg'oniy palasi, sho'pirlar tilida Afg'oniy palasi deydi buni. Mana most ustiga kelib to'xtadim. E'tibor beringlar. Mana bu yerda ham turibdi mana. Bu joyda to'g'riga chapga turibdi mana. Ko'rdinglarmi? Mana mashina yurib ketdi. Mana ko'rdinglar? Qaranglar, mana bu chorraha, mana chap qo'l qaranglar. Mana bu yerda kirish taqiqlangan belgisi turibdi, 3-1 belgisi. Azizlar, videoni ko'rdinglar. Hozir yo'lda strelkani ko'rsatdim. Bu strelka birinchisi to'g'riga deyapti, ikkinchisi to'g'riga chapga ruxsat beryapti. Endi bu joyda haydovchilar chorrahada qizilda turibdi-da, qo'zg'alib chapga burilib, kirpichni ko'rib qolishyapti bir xilla. Bir xilla shuni ko'rib turib, sirasi yana yo'nalishiga qaytib olishyapti. Shunaqa holatlarda signalni chap tashlashyapti. Kim nimaga signal chalyapti bilmayman, signal chap tashlashyapti. Burilayotgan odam xato qilmayapti bu yerda. Chunki burilib ko'ryapti-da, 3-1 ani kirpich zinakka. Endi qaranglar, yerdagi strelka, axborot ko'rsatkich belgisi yerdagi chapga burilishga ruxsat beryapti-da, bu qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Bu yerdacha noto'g'ri ish ketib qolganda, bu joyda mana mashi belgini o'rnatib qo'yilsa, bo'ldi, olam guliston bo'ladi. Mana chapga burilish taqiqlanadi. Shu belgini o'rnatilsa, ana kirpichga bir-biriga mos tushadi shunda. Mana shu videoga like bosib, do'stingizga tarqatib qo'ysanglar, azizda haydovchilikka foydali bo'ladi. Bir-birimizga foydamiz tegsa, zararimiz tegmasin. Salomat bo'linglar.